Abu Zar al-G'afforiy radhiyallohu anhu Fatima onamizni dafn qilishda qatnashganlar. Ali, Hasan, Husayn radhiyallohu anhular va Abu Zar al-G'afforiy 4 kishi Fatima onamizni dafn qilganlar. Shunda qabrga qo'yib Fatima onamizni Abu Zar radhiyallohu anhu xitob qilgan ekan. Ey qabr, bilayapsanmi senga kimni olib keldik? Ikki dunyo sarvari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qizlari. Aliyul Murtado, ya'ni rozi bo'lingan Ali radhiyallohu anhuning jufti halollari. Imom Hasan, Imom Husayn jannat ahlining eng yosh yigitlari bo'lgan Imom Hasan, Imom Husaynning onalari Fatima Zahroni keltirdik dedilar. Fatima Zahro, bu kishi Zahro deb nom olishligi hayotida namozini va ro'zasini biron bir kun tark qilmagan ekan. Hayz ham ko'rmagan, nifos ham ko'rmagan. Fatima Zahro deb nom olgan kishi. Senga ana shu ayolni olib keldik. Bu ayol Fatima Zahro bo'ladi deb aytgan vaqtida qabrdan xitob chiqqan ekan. Ey bu menga nasl-nasablar rol o'ynamaydi. Kimniki amali solih bo'lsa, taqvodor bo'lsa, ana shu odam mendan najot topib qoladi degan ekan.